Temurbeklar maktabini biz a'lo baholarga bitirganimizdan xursandmiz. Воспоминаний очень много остается. Men kelajaginda har xil ko'rganim sababli Temurbeklar maktabiga topshirganman. Vatanimiz haqiqatlarini qo'riqlab, vatanga xizmat qilish uchun tanlaganman. Very good conditions for our study and one. Узнала то, что идет поступление, набор для девочек, и я решила принять участие, и вот я уже заканчиваю. Shu xursandman. Temurbeklar maktabi hamda harbiy musiqa akademik litsey shaxsiy tarkibi navbatdagi bitiruvga bag'ishlangan tantanali marosimga saflantirildi. O'qush hakimjonsiz javob ko'rsatishdan oldida yetib keldi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Xizmat qilaman. Bugun Toshkent shahrining markazida joylashgan Amir Temur xiyoboni yana bir unutilmas voqeaga guvoh bo'lmoqda. Sababi ayni daqiqalarda bu yerda Toshkent Temurbeklar maktabi hamda Harbiy musiqa akademik litseyi o'quvchilarining bitiruviga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tmoqda. Jarayonlarni esa birgalikda kuzatamiz. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Xizmat qilaman. Ona vatanga, xalqimizga sizdan xizmat qiladigan yangi O'zbekistonning haqiqiy qanotlari bo'lasizlar. Barchangizga kelgusida o'qish va ishlaringizda ulkan zafarlar va omadlar tilayman. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi qo'mondoni general-polkovnik Tashmatov Bahodir Hamidov. Temurbeklar maktabi men va men qatori yoshlar uchun hayot maktabi bo'ldi.